enures, ya'niki siyib qo'yish, bolalarni siyib qo'yishiga yoshi katta onaxon, otaxonlari ham siydik yo'lda problemasi bo'lsa, siydik ushlolmay turish, tomchilash erkaklarda hapsi yoki qilgan payti ayollar sal chiqarib qo'yadi. Peshob ushlolmay turishlik, yosh bolalar mayli. Bitta usulni aytaman. Qarang, tuxumni olasiz, qaynatasiz. Xo'p deng. Aytdingizmi? Xo'p. Tuxumni olib qaynatasiz. Undan keyin po'chog'ini olib tashlab, olma sirkasiga ertalabdan 24 soat shunday qilingki, 24 soat tursin. Tasavvur qildingizmi? Uzum sirkasiga tursin. O'shani 9 kun yeysiz. Ya'niki har kun tayyorlaysiz shunday qilib. Tushundingizmi? Har kun bir dona tuxumni yeysiz. Och qoringa yeng, to'q qoringa yeng. Eng ma'quli och qoringa. Tushundingizmi? Uzum sirkasida ivitilgan bir necha kun, masalan, bir necha 24 soat qiling, menga desa 2 kun qiling. Ivitilgan tuxumni yeysiz, 9 dona tuxumingiz ketadi. Tushundingizmi? Tushundingizmi xullas? Har safar olma sirkasini almashtirib turasiz. Bitta tuxumga shunga yarasha olma sirkasi. Uzum sirkasi. Uzum sirkasini har kun almashtirasiz. Shuni qilib ko'ring. Qilib ko'ring qani, bepul-ku. Tushundingizmi? Xonaki tovuq bo'lsin, eri bor tovuq.